آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selam ala Rasulillah. Bugün Allah'ın izni bilen Sure Baqara'nın ahirki ayetlerini tefsir qilamiz. Yani Amana Rasulu degan yerdan başlap fansurna alal qavmil kafirin degan yergacha bo'lgan mazmunlarni Allohning izni bilan tefsir qilamiz. Aldı bilan bu ayetlarning nazil bo'lish sababini bayon qilib o'tsam, Sahih Muslimda Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda u mundaq deydi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ge lillahi ma fis semavati ve ma fil ardi ve in tubdu ma fi anfusikum ev tukhfuhu yuhasibukum bihillah feyaghfiru limen yasha ve yu'azzibu men yasha vallahu ala kulli şeyin qadir degan ayet nazil bo'lganda, ya'ni bu oyatlarning ma'nosi osmonlardagi va zamindagi narsalar Allohninkidir, Allohning mulkidir. Agar sizlar nafsinglardagi, qalbinglardagi narsani oshkor qilsanglar yoki yushsanglar, bular sebeplik Allah Teala sizlarni hisob kitob qiladi, savol so'roq qiladi. Anan Allah Teala o'zi xohlagan kishini mag'firat qiladi, xohlagan kishini azoblaydi. Allah Teala hamma narsaga qodirdir degan bu oyat nazil bo'lgan chaqda, bu oyat payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning sahobalariga ig'ir keldi, ig'ir tuyuldi. Shuning bilan ular payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning huzuriga kelib, tizlarcha o'ltirib, mundaq dedi. Yani sahabeler tizlinib o'ltirib mundaq dedi. Ey Allohning payg'ambari, biz taqatimiz yetadigan amallarga taklif qilingan edik. Yani namoz, roza, jihad, sadaqa deganga o'xshash. Bu oyat sana nazil qilinibdi, biz bu oyatga taqat qilolmaydi ekanmiz deganda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq dedi. Aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabayn min qablikum sami'na wa asayna? Sizlardan ilgiriki ahli kitob, ya'ni Yahudi va Nasoralarga o'xshash angladik va osiylik qildik deganga o'xshash sizlar shundoq demoqchimi? Balki sizlar angladik, itoat qildik danglar. Ya Alloh bizni mag'firat qilgin va bizning qaytadigan joyimiz sizning huzuringda deb shundoq danglar dedi. Shuning bilan sahobalar sami'na va ata'na g'ufranaka robbana va ilaykal masir. Ey Rabbimiz, biz angladik, itoat qildik. Bizning gunohlarimizni mag'firat qilgin, qaytadigan joy sizning huzuringdir, ya'ni biz sana qaytamiz deyishdi. Ular bu oyatni o'qiyverib tillari kunab ketgandan keyin, uning orqadan Alloh taolo Amanar rasulu bima unzila ilayhi min robbihi vel mu'minun kullun amana billahi ve malaikatihi ve kutubihi ve rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير degan oyatni nazil qildi. Ya'ni buning ma'nosi payg'ambar uningga nazil qilingan narsaga iymon etdi, ya'ni vahiyga iymon etdi va mu'minlarning hammasi Allohga iymon etdi, Allohning farishtalariga iymon etdi, kitoblariga, payg'ambarlarga iymon etdi. Biz payg'ambarlarning hech qaysini ayirib Yani biz Allah avatgan payg'ambarlarning, Allohning elchilarining o'tturini hech qaysini ayırmaymiz. Ulardan hech birini ayırib qo'ymasdan, balki hammasiga umumlik iymon etimiz. Ular deyishdiki, sami'na va ata'na. Biz angladik va itoat qildik dedi. Rabbimiz bizning gunohlarimizni mag'firat qilgin, biz sen tarafga qaytamiz dedi degan shu oyatlar nazil bo'ldi. Shuning bilan sahobalar shunday qilgan vaqtida, ya'ni mushu gapni deb, mushu oyatga amal qilgan vaqtida Alloh taolo bu oyatni amaldan qoldirib, ya'ni ma'nosini amaldan qoldirib, lafzi amaldan qolmadi, Qur'onda yeziqlik bitib qoldi, ammo ma'nosini amaldan qoldirib,
Allah Taala la yukellifullahu nefsen illa vus'aha laha ma kasabat ve aleyha maktasabat Rabbana la tuakhizna in nesina aw akhtana degan oyatni nozil qildi. Ya'ni Allah Taala hech qanday bir inson, hech qanday bir jonni faqat toqati yetadigan ishga taklif qiladi. İnsonga o'zininki qilgan yaxshi ishlarining mukofoti bo'ladi va yomon ishlarining jazosi bo'ladi. Ey Rabbimiz, agar biz unutib qolsak yoki xatolasak, bizni jazolamag'in. Shuning bilan Alloh taolo shundoq dedi. Robbana va la tahmil alayna isran kama hamaltahu alal ladina min qablina. Ey Rabbimiz, bizdan ilgirki kishilarga yuklaguningga o'xshash ig'ir yuklarni yuklamagin deganda Alloh taolo shundoq dedi deydi payg'ambar alayhissalom. Robbana va la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ey Rabbimiz, bizning toqatimiz yetmaydigan ishlarni yuklamasizlar deganda Alloh taolo na'am dedi, ya'ni bo'ladi dedi, shundoq dedi. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Ya Allah, bizning gunohlarimizni afv qilibasizlar, gunohlarimizni mag'firat qilibasizlar, bizga rahim qilsizlar, sizlar bizning egimiz va kafir qavmga qarshi bizga yordam bersizlar, nusrat ato qilsizlar debdi. Alloh taolo na'am, men shunday qilaman, bo'ladi dedi deydi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam. Ya'ni bu oyatlar lillahi ma fis samawati va ma fil ardi degan yerdan tortib fansurna 'alal qawmil kafirin degan yergachilik 3 bosqichda nozil bo'lgan. Bu oyatlarning fazilatlari haqida Sahih Muslimda Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda Jibril alayhissalom Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga mundaq dedi: "Abshir bi nurayni qad utitahuma." Sen berilgan ikki nur bilan xo'sh bisharat olgin. Senden ilgiriki payg'ambar hech qanday payg'ambarga berilmagan bu nur. U bo'lsa-mu Fatihatul Kitab, ya'ni sura Fatiha va Xawatimu suratul Baqara. Yani sura Baqaraning oxirgi oyatlari. Lan taqra'a harfan minhuma illa utitah. Sen bu ikkisidan bir harf o'qisanglar berilsa, ya'ni uningdagi savollaring, duolaring ijobat qilinadi va yoki savobga erishsa. Abu Zar al-Ghifari radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shunday deydi: "Men arishning ostidagi boyliqdan sura Baqaraning oxirgi oyatlari berildim. Bu oyatlar meningdan ilgiriki payg'ambarlarga berilib boqmagan." Bu hadisni Imom Ahmad rivoyat qilgan va Albani sahih degan. Lillahi ma fis samawati va ma fil ardi. Osmonlardagi va zamindagi barliq narsalar Allohninkidir. Ya'ni osmonlardagi va zamindagi cho'ng kichik narsalarning hammasi Allohning mulki. Alloh taolo bu narsalarning xo'jayini, egisi va bu narsalarni o'zi urlashtiruvchi, idora qiluvchi. Bu narsalarni idora qilish, u yoq bu yoqqa o'rib cho'rish Alloh taoloning qo'li ilkida. Bu narsalardan hech qanday bir narsa Allohga maxfiy emas. Va in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Agar sizlar nafsinglardagi, ko'nglinglardagi narsalarni oshkor qilsanglar yoki ushirsanglar, Alloh taolo bu sababdan sizlarni hisob kitob qiladi. Bu oyatning tafsiri haqida nihoyat ko'p ixtiloflar yuz bergan. Biz bayaq deb o'tdik, bu oyat nozil bo'lganda, bu oyat sahobalarga nihoyat og'ir keldi. Ular bu oyatdan qo'rqdi. Alloh taolaning ularning kichik, cho'ng, nihoyat kichik arzimas ishlarni hisob kitob qildiganligidan, hatto ko'ngliga kashgan xiyollardan hisob kitob qildiganligidan ular qo'rqib ketdi. Ondan sahobalar payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning "Angladik, itoat qildik danglar" degan so'zini anglagandan keyin ular "Angladik, itoat qildik" deb o'sha oyatni takrorlab, tillari ko'nib ketgan vaqtida ondan Alloh taolo bu oyatning orqasidan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat va alayha maktasabat degan oyatni nozil qildi. Ya'ni Alloh taolo hech kimga toqat yetmaydigan ishni taklif qilmaydi, faqat toqat yetadigan ishni taklif qiladi. İnsonga o'zi qilgan yaxshi ishning mukofoti bo'ladi va yomon ishning jazosi bo'ladi. Shayton davomli inson bilan birga bo'lganligi uchun uni vasvas qilib, har xil xiyollarni keltirdiganligi uchun inson ko'nglida ba'zi bir xiyollarni qilib qoldiganligi uchun Alloh taolo bu oyatni nozil qilish orqali insonning ko'ngli kashgan xiyollardan hisob kitob qilmaydiganligini
balki amallar sababdan, ya'ni gunohlar sababidan ondan hisob kitob qildiganligini bayon qildi. Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhu shundoq deydi: "Vasvasa musulmonlarning taqat yetmaydigan ishlarning qatoridan bo'lg'achqa, Alloh taolo laha ma kasabat va alayha maktasabat deyish orqali insonga so'z, gap so'z va ish harakatlarda qilgan yaxshi ishi yoki yomon ishining jazosi yoki mukofoti bo'lganligini bayon qildi" deydi. Yana Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shundoq degan: Alloh taolo men uchun mening ummatimdan ularning qalbida vasvas qilgan ishlardan o'tibdi. Uni qilmasa yoki so'zlamasa. Bu hadisni Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Undan boshqa yana Buxoriy va Muslimda rivoyat qilingan hadisda bu o'xshash Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shundoq deydi: Alloh taolo mundaq deydi. Ya'ni bu hadis qudusi. İza hamma abdi bi sayyi'atin fala taktubuha alayh. Agar bandam bir gunohni ko'ngli kechirgan bo'lsa, bir gunoh qilmoqchi bo'lsa, uni yozmanglar. Ya'ni amaliyotida qilmoqchilik uni yozmanglar. Fayaghfiru liman yasha. Alloh taolo o'zi xohlagan odamni mag'firat qiladi, kechiradi. Mag'firat degan gunohni kechirib o'tish bilan birga yana uni yo'gashni ko'rsatadi. Chunki g'afara degan so'z arabchadagi mighfar degan so'zdan ilingan. Ya'ni mighfar degan gap jangchi jang maydonida boshqalarning dushmanning o'qlaridan saqlanish uchun, mudofialanish uchun beshig'i kiyib oladigan narsani bosh kiyimini mighfar deb ataymiz. Bu narsa u jangchini qo'g'daydi, mudofiya qiladi. Shuning uchun mag'firat degan Alloh taolo gunohni kechirib o'tish bilan birga uni ham yo'gashni ko'rsatadi. Va yu'azzibu man yasha. Alloh taolo xohlagan odamni azoblaydi. Ya'ni yomon amallari yaxshi amallaridan ko'p bo'lib ketgan Alloh taoloning mag'firati va uning gunohlarini kechirib o'tishini taqozo qilgudek yaxshi amallari yo'q odamlardan xohlaganni kechiradi, xohlaganni azoblaydi. Vallohu ala kulli shay'in qodir. Alloh taolo har narsaga qodirdir. Hech qanday bir narsa Alloh taoloni yengolmaydi. Barliq mahluqotlar Alloh taolaning bo'ysundirishi va xolishi ostida bo'ladi. Amana rasulu bima unzila ilayhi min robbihi val mu'minun. Payg'ambar Parvardigor tarafidan o'ziga nozil bo'lgan, tushirilgan narsaga iymon etdi va mu'minlar ham iymon etdi. Ya'ni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Parvardigori Robbi tarafidan o'ziga tushirilgan narsaga, ya'ni kitobga, hikmatga iymon etdi. Ular bo'lsa-mu Qur'on va sunnatdir. Ya'ni iymon etgandimi, uning ahkamlarini qabul qilib, xabarlarini tasdiqlab, uning hukmiga bo'ysunib turib, bundaq iymon etdi. Faqat tasdiqlab qo'yish emas, balki hukmlariga bo'ysunib, uning ahkamlarini, hukmlarini qabul qilib turib, bunda tasdiqladi. Chunki faqat uni tasdiqlab qo'yish, ishinib qo'yish bu foyda bermaydi. Chunki payg'ambar alayhisalomning tog'asi Abu Talib payg'ambar alayhisalomning payg'ambar ekanligini tasdiqlagan, ishongan ko'nglida. Lekin qabul qilmagan, shariatning buyrug'iga bo'ysunmagan. Shuning uchun uning ko'nglida tasdiqlab qo'ygani, ishongani ko'nglida bu payg'ambar rost payg'ambar, Alloh taolo nozil qilgan Qur'on bilan hadis rost deb ko'nglida ishonib qo'yishning o'zi hech qanday foyda bermaydi. Abu Talib bo'ysunib, iymon etib, shariatning buyruqlarini ijro qilmaganligi uchun u do'zax ahlidan bo'lib ketdi. O'tmishdan tortib ta hozirgacha nurg'un kofirlar Allohning borlig'ini biladi. Payg'ambar alayhisolamning rost payg'ambar ekanligini biladi. Ammo ular har xil sabablardan, ya'ni ba'zilari huquq mansabga qiziqib, huquq mansabdan ayrilib qolishdan qo'rqib va yoki ba'zilari o'zining ota-bobolariga taqlid qilganligi uchun, ota-bobolarining yo'lidan voz kechmaganligi uchun va yana ba'zilar boshqa sabablar tufaylidan islom dinini qabul qilmagan, iymon etmagan. Shunga iymonning shar'iy ma'nosi qabul qilish va bo'ysunishni taqozo qiladigan iqror qilish, ya'ni ishonish, tasdiqlash. Min robbihi, Robbi tarafidan. Bu yerdagi Robb payg'ambar alayhisalomga xos bo'lgan xos rububiyatni ko'rsatdi. Chunki Alloh taolaning rububiyati umumiy va xususiy bo'ladi. Biz ilgari
Rabbning rububiyatning nima ekanligini tushuntirib bo'ldik. Umumiy rububiyat Allohning barliq mahluqotlarini o'z ichiga oladi. Chunki Alloh taolo lillahi robbil alamin, ya'ni butun olamlarning Robbi, tarbiyatchisi, rizq berguvchi, uni o'ltirguvchi, tirildirguvchi, ishlarini tadbir qilib o'rinlashtirguvchi, yetakliguvchi. Yana birisi xos rububiyat. Ya'ni Allohning o'zining mo'min bandalariga xos qilgan rububiyati. Buning jumlasidan mo'minlarning duolaridagi munu so'zdir. Va minhum man yaqulu robbana atina fid dunya hasana. O'shada robbana bizning Robbimiz dedi. Mo'minlarga xos bo'lgan rububiyati. Alloh taolo o'zining xos rububiyat sifati bilan mo'min bandalarini to'g'ri yo'lga davomli yetaklaydi, to'g'ri yo'lni mustahkam qiladi, yaxshilikqa muvaffaq qiladi, ularni tarbiyalaydi. Endi yana xos rububiyatning ichidagi yana xos rububiyat payg'ambarlarga xos bo'lgan rububiyat. Robbi Musa va Harun. Musa alayhissalomni va Harun alayhissalomning Robbi deganga o'xshash. Buni o'qish yana bandichilik. Bandichilikmi, ubudiyatmi, umumiy bandichilik va xos xususiy bandichilik va xosning ichidagimi eng xos bandichilik bo'ladi. Umumiy am bandichilik masalan in kullu ma fis samawati wal ardi illa atir rahmani abada. Osmonlardagi va zimindagi barliq narsalar Alloh taolaning bandisi. Ularning hammasi Alloh taolaga banda bo'lib keladi. Ya'ni osmon zimindagi barliq narsalar umumiy holatda Alloh taolaning bandisi hisoblanadi. Hamda xususiy bandichilik degan Alloh taolaning yaxshi ko'radigan, Allohga iymon etgan mo'min bandalarining sifati. Va ibadur rahmanillazina yamshuna alal ardi hauna. Alloh taolaning bandalari zaminda tuvanchilik bilan mangdu deb Sura Furqonda Alloh taolo o'zining bandalarining sifatini bayon qiladi. Hamda xos ubudiyatning ichidagi xos bo'lgani, masalan, tabarakallazi nazzalal furqona ala abdihi. O'zining bandasiga Furqonni, ya'ni Qur'onni nozil qilgan Alloh eng buyukdir deganga o'xshash. Bu yerda degani payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni ko'rsatdi. Bu banda Allohning bandasi degan Alloh taolaning ikrom qilgani, uning fazilatli ekanligini bayon qilgani. Hargizmi uningki hurmatini, fazilatini tushunganlik bo'lmaydi. Anan Alloh taolo payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ummatini hurmat va fazilatda o'rtaq qilishni iroda qilib, kullun amana billahi va malaikatihi va kutubihi va rusulihi dedi. Yani ularning hammasi, yani payg'ambar alayhissalom va mu'minlar, ularning hammasi Allohga, Allohning payg'ambarlariga, Allohning kitoblariga, farishtalarga, oxirat kuniga iymon etdi. Yani Alloh taolo bu oyatda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning iymonini va mu'minlarning iymonini birlikda xabar qildi. Ularning bo'ysunganligini, itoat qilganligini xabar qildi. Bu oyat o'z ichiga olgan mazmunlar Alloh taologa iymon etish. Alloh taologa iymon etish deganda Alloh taolo o'zi haqida xabar bergan barliq xabarlarga iymon etish va Alloh taoloning payg'ambarlari Alloh haqida xabar bergan barliq xabarlarga iymon etish, ya'ni Alloh taoloning go'zal, mukammal sifatlari va buyuk sifatlari ijmoliy va tafsiliy holda Allohning sifatlariga, ism sifatlariga iymon etish, Alloh taoloni bir narsaga o'xshatishdan, ism sifatlarini bekor qilib o'tishdan va shundaqla Alloh taoloni nuqson sifatlari bilan sifatlashdan poklashni o'z ichiga oladi. Alloh taologa iymon etish deganimiz yana Alloh taoloning bor ekanligini, mavjudligini, rububiyati, ulug'iyati va ism sifatlarining hammasiga iymon etishni o'z ichiga oladi. Shularni ko'rsatadi. Bu oyat o'z ichiga olgan mazmunlardan yana Alloh taoloning farishtalariga iymon etish. Ya'ni shariat bayon qilib bergan farishtalarni ijmoliy va tafsiliy jihatdan iymon etish. Ya'ni Allohning farishtalari mavjudga deb iymon etish, shundaqla Qur'onda bayon qilingan farishtalar, masalan, Jibril o'xshash va hadisda bayon qilingan farishtalardan
biz ismini biladigan yoki bilmaydigan barliq farishtalarga iymon etish, farishtalarning nurdan yaratilganligiga, bizni ularni ko'rolmaydiganligimizga, qiyomat kuni ularmu mahshargohda hozir bo'lganligiga degandek shu shariatda bayon qilingan farishtalarga, ularning vazifalariga, sifatlariga iymon etishni ko'rsatadi. Bu oyatning mazmuni yana Allohning kitoblariga iymon etish. Allohning kitoblariga iymon etish deganda Qur'onda yoki payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning tilida bayon qilingan Allohning kitoblari degan bo'lsa, falon kitoblar Allohning kitoblari ekan, falon sahifalarni Alloh taolo falon payg'ambarga nozil qildi ekan deb iymon etamiz va uningdagi buyruq cheklamalar va xabarlarga iymon etamiz. Ammo o'zgartib o'tilgan, ya'ni Qur'on Karimdan boshqalari o'zgartib o'tilgan, masalan Tavrat, Injil o'zgartib o'tilgan bu kitoblarning ichidagi mazmunlarga biz uchrab qolsak, bularni rostmi demaymiz, yolg'onmi demaymiz, chunki bular o'zgartish kirgizilgan, lekin bular Alloh taolo tarafidan ayni vaqtda nozil qilingan, tushirilgan kitoblar deb iymon etamiz. Biz ham Alloh taoloning nozil qilgan kitoblaridan aniq holatda ismini bildiğimiz Qur'on, Tavrat, Injil, Zabur, İbrahim aleyhisselam ve Musa aleyhisselamның sahifalari. Başqalarının ismini bilmaymiz. Bu ayet yana Allah'ның peygamberleriga iman etishni o'z ichiga oladi. Allah'ның peygamberleriga iman keltirimiz, Allah'ның peygamberlerden hech birini ayırib etmaymiz. Balki barliq peygamberlerge ular Allah'ның peygamberleridir deb iman etimiz. Çünki ular Allah bilan madla o'tirishga elchilardir, vositalardir. Ularning biriga iman etmaslik, ya'ni biriga kufr bo'lish, barliq payg'ambarlarga kafir bo'lish va Alloh taologa kafir bo'lish deganlikdir. Mana bu, ya'ni barliq payg'ambarlarni Allohning payg'ambarlari deb iman etish dinning asoslaridan biri. Bu dinning nihoyat muhim asosi. Kullun amana billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulihi dediği, yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve müminler ularning hammasi Allah Taalaga, Allah'ның peygamberleriga, Allah Taalaning kitoblariga, ahiret kuniga iman etdi degandan keyin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ның barliq peygamberleriga iman etgan yerda Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemga iman etdim degan kishi bu peygamberlerden birasini inkar qilsa, birasiga iman etmasa, birasini bu Allah'ның payg'ambari emas desa, o chaqda payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga kafir bo'lgan, ya'ni payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni inkar qilgan, ishonmagan, tasdiqlamagan bo'ladi. Chunki payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni payg'ambar deb tasdiqlash, uning so'zlariga ishonish degan payg'ambar alayhissalom xabar bergan barliq xabarlarga ishonish va buyurganlarni qilish, cheklaganlardan yenishni ko'rsatadi. Masalan, bir kishi Allohga iymon etib, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga iymon etib va shariatning barliq ahkomlarini ijro qilib, shundaq musulmonlarchilikni shundaq yaxshi qilib ketsa-mu, ammo masalan Musa alayhissalomni yoki Isa alayhissalomni ma'lum bir payg'ambarni e'tirof qilmasa, inkor qilsa, bu Allohning payg'ambari emas desa, o chaqda bu kishi musulmon emas, balki kafir bo'lgan bo'ladi. Ya'ni payg'ambarlardan bir payg'ambarni inkor qilish barliq payg'ambarlarni inkor qilish bilan o'xshash. Chunki u payg'ambarlikni inkor qilgan bo'ladi. Shuning bilan u kafir bo'ladi. La nufarriqu bayna ahadin min rusuli. Biz payg'ambarlarning orasidan hech kimni ayirib etmaymiz. Ya'ni ahli kitob qilganga o'xshash, Yahudi va Nasoralarga o'xshash payg'ambarlarning ba'zilariga iymon etib, ba'zilariga iymon etmay, bunda qilmaymiz. Balki hammasiga umumizlik iymon etamiz. Ularni Alloh taolaning payg'ambarlari deb e'tirof qilamiz. Va qalu sami'na va ata'na. Ular deydiki, biz angladik va itoat qildik. Ya'ni, ey Alloh, biz sening so'zlaringni angladik, sen buyurgan va cheklagan ishlarni angladik. Ondan biz bu ishlarda sana itoat qildik, bo'ysundik. Ular angladik va osiylik qildik degan kishilarga o'xshash bo'lmadi. Shuning uchun musulmon kishi Alloh taolo buyurgan va cheklagan ishda anglash va itoat qilish vojib. Banda haqiqat tirishchilik ko'rsatib ketsa-mu, ammo u Allohning haqlarini ado qilishda yetasizliklardan xoli bo'lmaydiganligi uchun u davomli Alloh taolaning mag'firat qilishini so'rashga ehtiyojli. Shuning uchun
Ular g'ufronaka robbana, ey Alloh bizning gunohlarimizni mag'firat qilib vasila dedi. Ammo bandalarning haq-huquqlariga nisbatan Alloh taologa duo qilib qo'yishlar kifoya qilmaydi, balki u oxiratga ketishdan ilgari bu dunyodagi vaqtida bandalarning haqlarini qaytarish kerak. Va ilaykal masir, biz sening dargohingga qaytamiz. Ya'ni qaytadigan joy sen tarafgadir. Biz sen taraf qaytgandan keyin barliq maxluqotlarni, xaloyiqlarni hisob kitob qilsa, yaxshi amallar bo'lsa mukofotlaysa, yomon amallar bo'lsa yomon amallarga qarata jazolaysa. Yuqorqi oyatlardan ilinadigan foydalar. Alloh taolaning ilmining umumiy ekanligi, ya'ni barliq narsalarni bildiganligi. Chunki Alloh taolo sizlar qalbinglardagi narsalarni yushirsanglar yoki oshkorlasanglar, Alloh taolo bu sababdan sizlarni hisob kitob qiladi dedi. Yana bir oyat Alloh taolo agar sizlar qalbinglardagi narsalarni yushirsanglar yoki oshkorlasanglar, Alloh uni biladi dedi. Ya'ni shundaqla Alloh taolo sirni, ya'ni maxfiyatlikni va uningdan yushirin narsalarni biladi dedi. Ikkinchi foydasi Alloh taolaning bandalarni hisob kitob qildiganligini isbotlash. Chunki yuhasibukum billah, bu sabablik Alloh taolo sizlarni hisob kitob qiladi dedi. Shuning uchun inson zirah bo'lishi, aqlli bo'lishi, hisob kitob qilinishdan avval o'z-o'zidan hisob kitob elish kerak. Uchinchi foydasi Alloh taolaning mashiyatini, ya'ni xohlaydiganligini isbotlash. Chunki Alloh taolo o'zi xohlagan odamni mag'firat qiladi, xohlagan odamni azoblaydi dedi. Albatta Alloh taolaning irodasi, xohishi hikmat bilan bog'langan, hikmat bilan munosabatlik. Va ma tashauna illa ayyasha Allah. Alloh taolo xohlamay turib, sizlar xohlamaysizlar, sizlarning xohlig'inglar bo'lmaydi. Alloh taolo hammani biladigan, nihoyat hikmatli zotdir. Ya'ni Alloh taolo iroda qilgan har qanday bir ishda ma'lum bir hikmat bo'ladi. Biz bu hikmatni bilalaymiz yoki bilmaymiz. To'rtinchi foydasi mo'minlarning sifatlarining qatoridan anglash va itoat qilish. Bunun dalili va qalu sami'na va ata'na. Ular angladik va itoat qildik deydi. Buningki dalili Alloh taolaning innama kana qawlal mu'minina iza du'u ila Allohi va rasulihi liyahkuma baynahum ay yaqulu sami'na va ata'na va ulaika humul muflihun degan so'zga o'xshaydi. Ya'ni mo'minlarning so'zi agar ular Allohga va Allohning payg'ambar tarafga chaqirilsa, ularning o'tirsida hukm qilish uchun ular angladik va itoat qildik deydi. Ana shularla nijotlikka erishguchilardir. Alloh taolo har qanday bir insonga faqat toqat etadigan ishlarni taklif qiladi. Musulmonlarga Alloh taolaning ularning qalbidagi narsalarni hisob kitob qildiganligi va bu sababdan ularni jazolaydiganligi og'ir keldi. Shuning bilan Alloh taolo bu oyatni nozil qildi. La yukallifullohu nafsan illa wus'aha degan oyatni nozil qildi. Al-wus'u degan toqatni ko'rsatdi. Ya'ni Alloh taolo har qanday bir insonga, har qanday bir nafsga faqat uning qudrat yetadigan, toqat yetadigan, qila oladigan ishlarni taklif qiladi. Toqat yetmaydigan ishlarni qila olmaydiganligi uchun, qila olish mumkin bo'lmaydiganligi uchun toqat yetmaydigan ishlarni Alloh taolo ularga taklif qilmaydi, qilishni buyurmaydi. Masalan, toqat yetmaslik deganda, masalan, palash odam ma'olmaydi, ko'zi ko'rmaydigan odam ko'rolmaydi. Ya'ni ko'zi ko'rmaydigan odamning ko'ralishi, palashning ma'olish mumkin bo'lmagandek, Alloh taolo bandalarga toqat yetmaydigan ishlarni taklif qilmaydi. Alloh bandalar qilolmaydigan ibodatlarni qilishni taklif qilmaydi yoki bandalar ko'tarolmaydigan og'ir musibatlarni bermaydi. Laha ma kasabat, ya'ni har bir insonga, har bir kishiga o'zi qilgan, o'zi ishlagan yaxshi ishning mukofoti beriladi va alayha maktasabat. U insonga o'zi qilgan yomon ishning jazosi beriladi. Bu oyatda yaxshi ishni kasaba, yomon ishni iktasaba degan lafz bilan ifodaladi. Ya'ni kasaba degan fe'lningki harflari iktasaba degandan oz. Bu ya'ni ozlikni ko'rsatadi. Ya'ni inson oz ish bilanla ko'p yaxshilikka erishalaydi. Ya'ni insonning niyati yaxshi bo'lsa, kichikkina bir ishni qilgan bo'lsa, Alloh rizoligi uchun u nihoyat ko'p ajrga erishalaydi. Hattoki qalbida bir yaxshi ishni niyat qilsa-mu, shuningga ajr beriladi.
Ammo yomon ishga nisbatan uni qalbiga keltirgan bo'lsa-mu, ammo amaliy harakat bilan qilmasa, uningga gunoh yozilmaydi. Robbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Ey Robbimiz, ey Parvardigorimiz, agar biz unutsak yoki xatolassak, bizni jazolamagin. Ya'ni bizdan unutib qilish yoki xatolashib qilish sababidan yuz bergan ishlarga nisbatan bizni jazolamagin, ayiblamagin. Unutib qilish bilan xatolikning o'rtasidagi farq nima? Unutib qilish deganimiz bandaning qalbidan buyurilgan ishning ko'tarilib qilishi, shuning bilan unutib qilib u ishni qilmaganligi. Xatolashib qilish deganimiz u banda aslida mubah bo'lgan, durust bo'lgan bir ishni maqsad qilib, ammo o'zi diqqat qilmaylam, mubah bo'lmagan bir xato ishga tushib qilish. Ya'ni qasddan qilish emas, balki o'zi sezmayla bir xato ishga tushib qilish. Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shunday deydi: "Innalloha wada'a an ummati al-xato va nisyan va mastukrihu alayh." Alloh taolo mening ummatimdan xatolikni, unutib qilishni va majburlanishni ko'taribdi. Ya'ni Alloh taolo bandalar unutib qilib yoki xatolashib qilib yoki majburlanib bir gunoh bo'lgan ishni qilib salgan bo'lsa, Alloh taolo bu sababli ularni jazolamaydi deydi. Bu hadisni Ibn Majah rahimalloh rivoyat qilgan bo'lib, sahih hadis. Robbana va la tahmil alayna isran kama hamaltahu alal ladina min qablina. Ey Parvardigorimiz, bizdan ilgarikilarga yuklaganiga o'xshash bizga ig'ir yuklarni yuklamagin. Al-isru degan ig'ir yuk, noiti ig'ir jafo mushaqqat. Ya'ni ig'irliqidan u kishini bidir-sidir qilib qo'ymay, joyida to'xtatib qo'yadigan ig'ir yuk. Bu yerdagi maqsad ig'ir takliflar demakchi. Ya'ni bu isr degan gap yana ig'ir amal, ig'ir ishlarni ko'rsatadi. Ya'ni ular ilgirki ummatlar yuklanganga o'xshash, taklif qilingan o'xshash ig'ir taklifotlar taklif qilinmaslikni, ig'ir yuklar yuklanmaslikni Alloh taoladan tiladi, so'radi. Sahih Muslimda Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Alloh taoladan hikoya qilib so'zlagan hadis qudusida Alloh taolaning shundoq deganligi rivoyat qilingan. Ya'ni men sizlarga ig'ir yuklarni yuklamayman demoqchi. Sahih Muslimda Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda u payg'ambar sallallohu alayhi vasallam rivoyat qilgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Alloh taoladan hikoya qilgan hadis qudusida Alloh taolo qad fa'altu, shundoq men shundoq qildim, sizlar deganda qildim deganligi rivoyat qilingan. Shunga Alloh taolo biz bandalarga ota-onamizdanmi bakrak mehribon, ota-onamizdan bakrak kuyimchan, Alloh taolo hargiz bandalarga toqat yetmaydigan, qilolmaydigan ishlarni taklif qilmaydi, ig'ir yuklarni yuklamaydi va inson ko'tarolmaydigan ig'ir musibat, ig'ir sinoqlarni tushirmaydi. Robbana va la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ey Parvardigorimiz, bizga bizning toqatimiz yetmaydigan ishlarni yuklamasizlar. Ya'ni amallardan bizning toqatimiz yetmaydigan ishlarga bizni taklif qilmasizlar. Va'fu anna, bizni afu qilsizlar. Ya'ni biz bilan sizlarning o'ttirdagi sil biladigan bizning kamchiliklarimizni, yetarsizliklarimizni, xatoliklarimizni afu qilsizlar. Va'g'fir lana, bizni mag'firat qilsizlar. Ya'ni biz bilan sizlarning bandalari o'ttirdagi xatoliklarimizni, yetarsizliklarimizni afu qilsizlar. Bizningki xatoliklarimizni, qabih, sad, nachar amallarimizni oshkor qilmasizlar. Varhamna, bizga rahim qilsizlar, ya'ni kelgusida buningdan keyin bizga tavfiq, muvaffaqiyat ato qilib, bizni boshqa bir gunohga tushib qilishga nasib qilmasizlar. Buningdan keyin yana bizning boshqa gunoh qilib selishimizdan bizni saqlasizlar, qo'g'disizlar. Shuning uchun mundaq deyildi. Gunohkor kishi 3 narsaga ehtiyojliq. Birisi u kishi bilan Alloh o'rtasidagi ishlarni Alloh taolaning kechirib o'tishi, afu qilib o'tishi. Ikkinchisi Alloh taolo o gunohlarni kechirib o'tish bilan birga xalq olamga oshkor qilmasligi, u kishini rasvo qilmasligi. Uchinchisi Alloh taolaning u kishini qo'g'dab qilishi va boshqa gunohga tushib qolmasligi. Mana bu Alloh taolaning Muhammad sallallohu alayhi vasallamga ato qilgan tavfiqining
muvaffaqiyatining qatoridanki Alloh taolo biz ummatga mushu katta duoni ilhom qildi, o'rgatdi. Yani Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana Rabbana va la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala allazina min qablina Rabbana va la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta mawlana fansurna 'ala alqawmil kafirin. Alloh taolaning bizning gunohlarimizni afu qilishini va mag'firat qilishini, ya'ni gunohlarimizni yo'gishini va rahmat qilib bizni boshqa gunohlarga tushib qilishdan saqlashini talab qilishimiz kerak. Anta mavlana, sen bizning egimizsan. Ya'ni ey Rabbimiz, sen bizning valirimiz, bizning egimiz, bizga yordam berguchisan. Biz senga tavakkul qilamiz va sendilla yordam so'raymiz. Anta mavlana, sen bizning egimiz dedi. Ya'ni sen bizga vali, sen bizga egi bo'lg'uchi dedi. Alloh taolaning viloyati ikki xil bo'ladi. Umumiy igdorchilik va xususiy igdorchilik. Xususiy igdorchiligi mu'minlarga xos bo'ladi. Alloh taolo shunday deydiki: Allohu valiyullazina amanu yukhrijuhum minaz-zulumati ilan-nur. Alloh taolo mu'minlarning egisi, mu'minlarning valisiki Alloh taolo ularni qorong'u zulmatdan nurga chiqaradi. Yana Alloh taolo shunday deydiki: Vallohu valiyul mu'minin. Alloh taolo mu'minlarning valisi, mu'minlarning egisidir. Umumiy viloyat, ya'ni umumiy igdorchilik har bir kishiga bo'lgan igdorchilik. Alloh taolo shunday deydiki: Varuddu ilallohi mavlahumul haq va dalla anhum ma kanu yaftarun. Ular o kunda o'zining haqiqiy egisiga, haqiqiy mavlasiga qaytaradi. Ular ilgari to'qib olgan narsalar ulardan yuz o'riydi. Fansuruna alal qavmil kafirin. Ey Rabbimiz, kafir qavmga qarshi bizga yordam bergin. Ya'ni sening diningdan yuz o'rgan, sening yolg'iz yegona ekanligingni inkor qilgan, payg'ambaringning payg'ambarligini inkor qilgan, sendan boshqalarga ibodat qilgan, sana sherik keltirgan bunday kafirlarga qarshi bizga yordam bergin. Bu oyatlardan ilingan foydalar. Birinchi, mundaq bir mashhur qoidani isbotlash. U bo'lsa-mu, ojiz turib, ojizlik bilan vojib yo'q va zurriyat bilan harom yo'q. Ya'ni ojiz kelib qolgan vaqtida uningga vojib emas va zurriyat bo'lib qolgan vaqtida masalan harom qilingan narsalarni yeb jinini saqlasa bo'ladi deganga o'xshash. Chunki Alloh taolo la yukallifullohu nafsan illa wus'aha dedi. Ya'ni Alloh taolo insonga har qanday bir kishiga faqat toqat yetadigan ishni taklif qiladi. Lekin inson qilishdan ojiz kelgan vojib ishning o'rnida turadigan boshqa bir ish bo'lsa, u chaqda uning o'rnida turadigan shu ishga yo'tkilish kerak. Agar uning o'rnida turadigan boshqa bir ish bo'lmasa, u chaqda ojiz kelganlik uchun bu vojib ish uning gadindan saqit bo'lib ketadi. Masalan, buning misoli bir odam namoz o'qish uchun tahorat olmoqchi, lekin suv topolmadi. U chaqda suv bilan tahorat elishning farzligi uningdan saqit bo'lib ketadi, lekin u kishi tayammum qilishga yo'tkilish kerak. Agar tayammum qila olmaydigan bo'lib qolsa, u chaqda tahorat elish yoki tayammum qilish uningdan tushib ketadi. Masalan, bir kishi put-qo'llari bog'liqlik holatda mahbus, ya'ni asirlik tutirayotgan bo'lsa, bu kishi ya tahorat ololmaydi. Tahorat ololmagankin tayammum qilay desa, tayammum qilolmaydi put-qo'llari bog'liqlik bo'lganligi uchun. U chaqda bu kishi tahorat olmaydi, tayammum qilmaydi. O'zi qodir bo'la olgancha namoz o'qiydi. Hamda zurriyat bo'lgan chaqda harom ish yoki harom narsa bo'lmaydi dedik. Buning misoli, masalan, bir kishi qo'rsiqni etib ketdi, yeydigan hech qanday bir narsa topolmadi, shuning bilan bir o'lik narsani yeyishga majbur bo'ldi. Asli o'lik narsani yeyishning hukmi harom. Lekin bu uningdan boshqa narsani topolmaganligi uchun jinini saqlab qilish lozim bo'lganligi uchun u chaqda buni yeyish harom bo'lmaydi, uni yesa durust bo'ladi. Agar u odam yaqin atrofdan halol narsa topib yeyish imkoniyati bo'lsa, shundaq bir umidi bo'lsa, uningdan faqat ozona miqdorda yeyish kerak. Ya'ni to'yg'ich yevasi bo'lmaydi. Agar yaqin atrofda yegidak halol narsa tepish mumkinchiligi bo'lmasa, u chaqda
to'yg'ich yesa va bu o'lib qolgan hayvonning masalan go'shidan o'zi bilan birga elib olsa bo'ladi. Chunki odam jinini saqlab qolish kerak. Bu xil ahvol ostida bu harom narsa uningga zurriyat tufaylidan harom bo'ladigan sifati yo'qab, halol narsaga aylanib qoldi. Ikkinchi foydasi inson o'zining ishiga nisbatan tanlash erkinligi bor. Ya'ni la yukallifullohu nafsan illa wus'aha dedi. Yani Allah insonni faqat taqat etadigan ishga taklif qiladi. Ya'ni buningda insonga ishida tanlash erkinligi qat'iy yo'q deydigan jabariya deydigan toifaga raddiya berish va ular insonning barliq ishlarini Alloh taolo majburlab qilg'izadi deb qaraydi emasmi? Uchinchi foydasi inson davomli Alloh taolodan ofiyat so'rashi va Alloh taoloning o'ziga taqat yetmaydigan ishlarni yuklamasligini so'rash kerak. Shu oyatning mazmuni asosan bu oyat orqali biz Alloh taoloning bandalari, Alloh taolo bizga qanchalik mushaqqatli ishlarni yuklasin mayli, biz sabr qilamiz ajrga erishish uchun. Alloh taolodan bizga mushaqqat yuklamasizlar deb buningda duo qilmaymiz deydigan so'pilarga raddiya beriladi. To'rtinchi foydasi unutib qolganlik yoki bilmay qolganlik sababidan jazoga tortilmaslik. Bu oyatlarga aloqador ba'zi fiqhiy masalalar. Oldi bilan buyurilgan ishlarga nisbatan kimki biror vojibni unutib qilib yoki bilmay qilib qilmagan bo'lsa, u odam bu vojibning qazosini qilish kerak. Unutib qolganligi yoki bilmay qolganligi sababidan u kishidan buni qilishni talab qilish tushib ketmaydi. Shuning uchun payg'ambar sallallohu alayhi va sallam kimki namozni unutib qolgan bo'lsa, uni aslaganda o'qisin dedi. Yana payg'ambar sallallohu alayhi va sallam namozini mutmainlik bilan bir xil o'zini tutib olib, xushu bilan xotirjam bir xil o'qimagan odamga sen qaytib namozingni o'qig'in, chunki sen namoz o'qimag'in dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu kishining namozni qanday o'qishni bilmaydiganligidan iborat bilimsizlik uzrisini qabul qilmasdan uni qayta o'qishga buyurdi. Ikkinchisi hamda cheklangan ishlarga nisbatan agar bir kishi cheklangan ishni, ya'ni gunoh bo'ladigan ishni unutib qilib yoki bilmay qilib qilib bo'lsa, uningga gunoh yozilmaydi va kafforatni kelmaydi. Buning misoli payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: kimki ro'zador holatda unutib qilib bir narsa yeb solsa yoki ichgan bo'lsa, ro'zasini tamomlasin. Albatta, ro'zador holatda bir narsa yeyish, ichish ro'zani buzib o'tadigan ishlar. Ro'za tutishga nisbatan harom qilingan, cheklangan ishlar. Lekin u odam bilmay qilib yoki unutib qilib bir narsa yegan bo'lsa, ichgan bo'lsa, o chaqda sen ro'zangning qazosini qilgin, bu ro'zang buzilib ketdi deyilmaydi. Yana shuningdek, masalan, bir kishi ro'zador holatda vaqtni bilmay yeb ichgan bo'lsa, masalan, kun o'ltirib bo'ldi-ku deb o'ylab iftor qilib o'tayli deb iftor qilib o'tgan bo'lsa, o chaqda bu kishiga yana ro'zangning qazosini qilgin, sening ro'zang buzilib ketdi deyilmaydi. Chunki Asma bint Abu Bakr radhiyallohu anhu shundoq degan: biz payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning zamonida havo tutuq kunda iftor qildik. Ya'ni kun o'ltirib bo'lgan o'xshaydi deb o'ylab iftor qilsak, birdamdan keyin yana kun paqirab chiqib turibdi. Bular bu ro'zning qazosini qilishga buyurilmagan. Ular ayni vaqtida kunga qarab vaqtni bildiganligi uchun, hozirgidek soat deganga o'xshash narsalar bo'lmaganligi uchun, havo tutuq bo'lganligi uchun bilinmay kun o'ltirib bo'lgan o'xshaydi deb iftor qilib o'tgan va payg'ambar alayhissalom ularni shu kunning ro'zining qazosini qilishga buyurmagan. Uchinchi xil ahvol, bir kishi u ishning harom ekanligini biladi, lekin bu harom ishni qilgan kishi qanday jazoga uchraydi, ya'ni bu harom ishning jazosi nima buni bilmaydi. Bu kishi bu harom ishni qilgan bo'lsa, uningdan gunoh tushib ketmaydi. Ya'ni u gunohkor bo'ladi, chunki u haromligini bilib turib qildi. Shundaqla jazolanadi. Masalan, bir odam Ramazonning kunduzi ayol bilan birga bo'lishning harom ekanligini biladi, ammo buningga kafforat qiladiganligini bilmaydi. Haromligini bilib turib bu ishni qilgan bo'lsa, u odam gunohkor bo'ladi va kafforat farz bo'ladi. Buning dalili Sahih Muslim va Sahih Buxoriyda Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda bir kishi payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning qishiga kelib mundaq dedi: "Ey Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, men halok bo'lib ketdim." Shunda payg'ambar alayhissalom unga:
Seni nima halak qildi deganda, u kishi men ro'zador turib ayolimga yaqinchilik qilib soldi dedi. Shuning bilan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uningga kaffarat berishni buyurdi. Chunki bu kishi ro'zador holatda ayolga yaqinchilik qilishning harom ekanligini biladi, lekin kaffarat berish kerakligini bilmaydi. Bu kishining halaktu halak bo'lib ketdim degan so'zi uning Ramazonda ayol bilan yaqinchilik qilishning harom ekanligini bildiganligini ko'rsatadi. Bu ishning haromligini bilgan, ammo uning natijasining gunohining nima ekanligini, ya'ni kaffarat berish kerakligini bilmaganligi uchun payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uningga kaffarat bersa degan. Sen uningki gunohining nima gunoh bo'lganligini bilmay qolsa, sendan bu gunoh saqitib ketadi demagan. Shuning bilan Sura Baqaraning oxirgi oyatlarining tafsiri mushad oxirlashdi. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.